O'ynashsang o'ynash, eri yo'q bilan o'ynash. O'ynashsang o'ynash, xotini yo'q bilan, qarzi bor bilan o'ynashma. Qarzi bor odam libbo'y narsaga tayyor bo'ladi. Dunyodagi boru libbo'y razillikni qiladi. Foizga pul oladimi, kreditga pul oladimi? Qo'y. Qarzi bor odam bilan hazillashma. O uyingdagi boru mishiq itlar bilan hazillasang, sher bilan hazillash, qarzi bor bilan hazillashma. Dunyo u uchun boru ko'ziga yo'q, hech nima yo'q. Faqat onasini uzish kerak. Sendan qarzini uzsa keyin hayot bo'ladi unga. Eshiging tagiga borib yurma. Senga maslahatim. Joningni agar shunday to'ygan bo'lsa, o'limimga roziman deb etikli xatga yozginda, keyin eshiging tagiga bor. Men roziman. Qarzi bor odamni ko'p siqma. O'zi jonidan to'yib yashayapti. Qarzi bor odamni boru iloji bo'lsa mehr ko'rsatinglar unga. Qalbi yarim bo'ladi. Hayotga nima ekan tushunmay yashaydi u. Odamlar nima deb o'ylaydi? Odamlar yeb ichib qo'ygansan, jalabga borgansan, qizga borgansan, bilmaydiki, birovni pulini $100 tuzamanni $500 qilib qo'yganini bilmaydi. Odamlar nima deydi? Qarzi bor odamni shu kim bilan o'ynashsang o'ynash, men senga maslahatim, tashab qo'ylar shunaqalarga. Qarzi bor bilan o'ynashma. Hayotingda agar eng afsusdan yashayman desang, qarzi bor bilan o'ynashib yasha.